Ya'ni siz o'zingizda qanaqadir bir tushuncha paydo bo'lsin va sizda mana shu kasalligingiz haqida даже bizga kelmasdan boshqa doktorga borsangiz ham sizda bir ma'lumot paydo bo'ladi. Mana shu tez bo'shanishlikni bartaraf qilishlik uchun biz denervatsiya operatsiyasini rekomendatsiya qildik, ya'ni tavsiya berdik, chunki bemorda o'sha lidokain test, lidokain bilan o'sha kremni qilib ko'rganda jinsiy aloqani vaqti uzoq bo'lgan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan diplomirованный врач-urolog-androlog, xirurg wrach-ultiskoy diagnostika 2-yo'nalish. Hurmatli obunachilar, biz o'zimizda tajribamiz bilan sizlar bilan bo'lishamiz, aytamiz, mana biz Toshkentga keldik, Moskvada qanaqa operatsiyalar qildik, shu sizlar bilishlaring uchun nima bilan biz shug'ullanamiz va nima bilan biz shug'ullanayotganimizda qanaqa muvaffaqiyatlarga erishganligimiz haqida. Va shu muvaffaqiyatlarda sizlar bilan biz do'stlashamiz va tushuntiramiz. Bu holatda nima bo'lgan, balki shunday holatdir. Ya'ni siz o'zingizda qanaqadir bir tushuncha paydo bo'lsin va sizda mana shu kasalligingiz haqida даже bizga kelmasdan boshqa doktorga borsangiz ham sizda bir ma'lumot paydo bo'ladi. Hurmatli obunachilar, mana bugun shunaqa muvaffaqiyatli amaliyotlarimizni, operatsiyalarimizdan bittasini biz amalga oshirdik. Bu esa jinsiy olatni katta qilishlik va jinsiy aloqadagi bo'lgan tez bo'shanishligida operatsiya bilan bartaraf qilishlik. Agar buni tarixiga keladigan bo'lsak, bemorda bizga shikoyat qilib keldi. Jinsiy olatni razmeri mayda, haqiqatda ham katta bo'lganda ham 7-8 sm. Buni albatta sindrom malого полового члена deydi va jinsiy aloqa vaqtida tez bo'shanishlik bor bemorda. Mana shu tez bo'shanishlikni bartaraf qilishlik uchun biz denervatsiya operatsiyasini rekomendatsiya qildik, ya'ni tavsiya berdik, chunki bemorda o'sha lidokain test, lidokain bilan o'sha kremni qilib ko'rganda jinsiy aloqani vaqti uzoq bo'lgan. Lidokain test положительный va jinsiy aloqani katta qildi. Biz qilayotgan operatsiya garantiyasi bilan joyida operatsiyadan keyin 3 sm katta bo'ladi. Yotganda ham, turganda ham 3 sm katta bo'ladi. U operatsiyaga bir xilda 4-5 sm-gacha katta bo'lishini 3 sm-ga lekin biz garantiya beramiz. Va operatsiyani, denervatsiyani qilganimizda lidokain test положительный bo'lsa, lidokain bilan vaqt uzoq bo'lsa, soft spreymi, lidokain test, krem emlami, akril, любой lidokain tarkibida bo'lgan krem yoki sprey bilan siz jinsiy aloqa vaqti uzoq bo'ldimi, bu juda yaxshi, lekin bu muammoni hal qilmaydi. Muammoni hal qiladigan faqat mana shu denervatsiya operatsiyasi, ya'ni jinsiy olatni o'zida o'sha nervlarda, lishniy nervlarni olib tashlashlik va mana shu operatsiyani biz amalga oshirdik. Bunaqa operatsiyalarda biz o'zimizning tajribamizda 250 dan 300 ga ortiq qildik va bunda juda katta muvaffaqiyatga erishdik. Alhamdulillah, va buni bemorlarga qo'llab, bemorlarga yordam berishda davom etamiz. Sizda ham agar shunaqa muammongiz bo'lsa, sizda ham agar kremlar uzoq bo'lgan bo'lsa, to'g'rima-to'g'ri denervatsiya qilishingiz mumkin. Lekin denervatsiyani ham o'sha opiti bor, doimiy ravishda operatsiya qilgan, katta tajribaga ega bo'lganlarga murojaat qiling. Agar bizda shunday deb hisoblasangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, bizni YouTube kanalimiz mana oshib boryapti. 350 mingdan oshib qoldi bizda obunachilarimizning soni. Albatta son emas, kачество. Men o'ylaymanki, men o'zimning kanalimda bemorlarga, umuman odamlarga, insonlarga to'g'ri targ'ibot qilaman. Ya'ni isbotlangan meditsina va bu isbotlangan, даже mening soham andrologiya bo'lganligi uchun har xil mana bu uyatsiz gaplarni gapirmasdan, uyatsiz mana og'izga qildi, orqaga qildi, bunaqa temalarni men ko'tarib chiqmayman. Bu intimniy savollar, bu kabinetda kelsa uni bemor bilan gaplashish kerak. Harakat qilaman hamma vaqt bu gaplarni qog'ozga o'rab gapirishlikka. Chunki bu narsa birinchi navbatda bizning millatimizga, bizning urf-odatimizga, dinimizga, e'tiqodimizga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun biz mana shunday qilib gaplashamiz. Ya'ni bu aytmoqchimanki, bizda berayotgan mesajimiz, ya'ni xabarlarimiz, bizni tarqatayotgan, bizdan tarqalayotgan videolar ertaga savob uchun birinchidan-da, ikkinchidan ham shu muammolarni tushuntirish uchun bemorlarga. Bu yerda ham manfaat bor. Hayot manfaat ustiga qurilgan. Hech kim aytmaydi bemanfaat deb. Hammaning o'zining manfaati bor. Siz shu yangi informatsiya olib manfaat olasiz, bu informatsiyani tarqatib
biz manfaat olamiz. Hurmatli obunachilar, sizlarda yana savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qo'yinglar, like qo'ying, podpisatsiya qiling va qolganlar bilan do'stlashing. Salomat bo'ling.